O'zbekiston va dunyodagi bo'layotgan eng so'nggi yangiliklar bizning Dunyo yangiliklari YouTube kanalimizda. Bugun dasturimizda Maxachev Maddalena jangi oldidan yuz bergan janjal, uft olamida uzoq kutilgan Islom Maxachev, Michael Maddalena jangi oldidan kutilmagan tortishuvlar ro'y berdi. Odatda sokin va vazminligi bilan tanilgan Maxachev bu safar matbuot anjumanida o'ziga xos keskin ohangda chiqdi. Sababi Maddalenaning jang oldidan bergan intervyulardagi keskin fikrlar. Avstraliyalik jangchi Maddalena Maxachevning uslubini tanqid qilib, uni faqat yerga olishga tayanadigan, xavfni kam qabul qiladigan jangchi deb atadi. Bu esa Islomning jahlini chiqardi. Maxachev javoban: bu nafaqat zarba, balki aqllilik san'ati. U meni yengaman deb o'ylasa, oktagonga kirganda asl haqiqatni ko'radi, dedi. Vazn o'lchash jarayoni esa janjalni yanada kuchaytirdi. Fachev vaqtida jangchilar bir-biriga juda yaqin kelib ketdi. Maddalena Islomni turtib yuborayotgandek harakat qildi. Maxachev esa qattiq tikilib unga ogohlantiruvchi signal berdi. Himoyachilar holatni darhol tinchlantirishga majbur bo'ldi. Uft prezidenti Dana White ham vaziyatga munosabat bildirib, bu jang ikkisiga ham juda katta bosim yuklaydi. Ikkovi ham o'zini eng kuchli deb biladi, shuning uchun taranglik tabiiy, dedi. Mutaxassislari bu janjal jangning reklama darajasini yanada oshirganini ta'kidlamoqda. Maddalena Islomga qarshi agressiv taktika qo'llashini aytmoqda, Maxachev esa o'z kamarini himoya qilishda qat'iy. Endi esa millionlab muxlislar oktagonda kimning so'zi amalda tasdiqlanishini intiq kutmoqda. Bu jang nafaqat chempionlik uchun, balki gurur va faxr uchun ham o'tadi.